Yaqinda men Qashqadaryo, Surxondaryo 70-75 ta shoferlar haqida video qildim. Instagramimga bir 1000 tachasi yozdi. 200 tachasi telefon qildi. Hozir gapirmasam bo'lmaydi. Uka deyapti. Shoferlarni ko'ribsan, Surqashga borganda. Nima? Birortasi Surqashda seni mehmon qilalmadimi? Nima tandir go'sht haqida gapirmading deyishdi. Hozir gapiraman. Men endi bildim, nimaga Surxondaryo, Qashqadaryolarga bo'rilar degan nom berilgan. Sababi bo'ri go'sht yedi-yu, bular bo'ridan ham ko'p go'sht yerkan. Hatto surqashlilarning go'sht yeyotganini ko'rgan bo'rilar, biz diyetadamizmikin, devorar ekan. Ishoninglar. Mana biz mantiga, somsaga, hatto non palovga ham non qo'shib yeymizda. Bular hatto go'shtga ham go'sht qo'shib yerkan. Ertalab shakar choyda ham go'sht bilan ichar ekan bular hattoki. Mana shahri Sabz, mana kitobda Perevali bor ekan-ku. O'sha yerda bitta tandir qiladigan joy bor ekan. Shu yerga bizni Qashqadaryolik akalar olib bordi. Endi 6 kishi o'tiribmiz. Dunyoni go'sht keldi. Yana odam keladimi aka desam, "Ya bu yarmi" dedi. Yarmini yana sveji pishiryapti. Endiymiz uni hozir keladi dedi. Sabay o'qib ketamiz, biz qorinda sabay o'qib ketamiz uka dedi. Endi yeyapman, to'ydi. Go'sht oxiri qosh-qozonga tushmay qoldi. Og'izda ham ko'rinib turibdi. O'ta ko'p yedik. Yeganimizdan keyin ofitsiant chaqirib, "Uka endi desertga oxirida qopqoq qilib yopib qo'ygan ikkitadan shashlik qo'yib yubordi" ya. Qoyil qolib ketdim men. Bu surqashliklar 4 kishi o'tirib yeydigan go'shtni biz oilaviy bir oy yeymizda, men-chamcha qilib sho'rvaga, mastavaga solib boru. Yana bitta akamiz "Akalar men ozroq yeyordim, diyeta dedim" deydi. Diyetada shunchalik yeyapti. Mana shu Surxondaryo, Qashqadaryoga kelib men shuni anglab yetdim. Nimaga bu surqashdan ko'p bayeslar chiqayotganini, nimaga bularning duxi balandligini, baquvvatligini, mashinalarning ham tez minishini, oyog'i nimaga gazi ketib qolaverishini sababi oxiri go'sht ekan. Bular baquvvat yeydigan, go'sht ko'p yergan shuning uchun ekan. Biz bularda oldin Nimjon akamiz. Aynan men shunaqa hisobladim o'zimni. Mana hozir O'zbekiston bo'ylab sayohatda yuribman. Chonali uy bilan Gentrani obunachilarimga sovg'a qilaman deb yuribman. Agarda mana shu Gentrani yoki mana shu uyda menga obuna bo'lib, homiylarimga obuna bo'lib, Qashqadaryo, Surxondaryoliklar yutib oladigan bo'lsa, uyigacha olib borib beraman va tandir go'shtlarini ular bilan teppa-teng yeb kelaman. Hozir men repetitsiya qilyapman. Agarda meni gaplarim rost bo'lsa 70-75 uchun mana kommentariy ochiq. Agar gaplarim yolg'on bo'lsa, hamma uchun komment ochiq.